Bitta video ko'rsataman, ichaging buralib qoladi. Rostdan shunaqa olamizmi? Mana mashinani qildiribdi. Men e'tibor bermagan ekanman. Hozir vodga kelganman, qo'rqyapman to'satdan. Qara qara. Gaz bersam qara. Aka, mana gaz beraman. Mana qara. Senda ham bormi? Menimda o'ynaydimi tushunmadim. Siz qo'rqmang, ko'kragingizni ko'tarib yuring, mashinani erkagini minib yuribman deb. Yomon qizlarni ko'p mindirgansiz, ko'zi ochilib ketibdi deyapti. Mashina salonida ko'rganini qiladi deb qo'ydi. Tormoz bosib ko'ring, ruchno ko'tariladi. Tormoz bilan gazni birdan bosing, mashina o'zini screenshot qiladi. Sunnat qilish kerak buni deb qo'yibdi. Salam, sunnat bo'lgan-san, to'g'rimi? Dumalog'u. Bitta gap aytaymi? Quyosh chiqyapti. Ne deying? Qo'qonli tabibga siltalamaganmisiz o'zi mashinani? Bormi og'riq? Testosteron oshib ketgan erkak mashina ekan. Qorbobo, mana sen ham bo'ydorsan, men ham bo'ydorman. Sen ham bo'ydorsan, sen operatorsan, to'g'rimi? Sen hech kim emassan, Qorbobo. Ko'rganmisan shu. Bo'ldi.